أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما على الإمام Bu bilinmesinki babıdır ki imamınki üstüde idi. Benim işin üstüde kelime o bab deydi. Yani imam boğa adam imam bolsa uçanınki üstüde imamınki üstüge nemi işini kılış mene vazife düşüdü. Yani cemaatninki imamninki üstüdeki hakkı mene nemo o hakkını imam kandak cemaatken men ada qilib berish kerak. Men mushun üstüdeki nemo bab deyildi. Hem de biz yukarıda mene bablarınki özü de mene kandak adam imam boludu. İmam kandak yerde turdu, cemaat oğa adam mene kandak turdu deganligi üstü to'xtaldik. Hazır hem de imam bo'lgandayken, yani imam bo'ldi demek, onunki aqsida bir ergeçken, yani cemaat iktidar kılan bir adam boludu demek. Yani adamlar boludu demek. İktidar kılgan adamlar boludu demek. İmam ba degan gap. Bu adamlar yani imam bo'lmay, cemaat olmay, ayrım o vaqtdagi o'zida, uçan o'zida o yuqoriga aşı deyilgan aşı gapga asosan aşındaq yakka holatda o'qiyverishi bo'ladi. Ammo ular şu bir-birisiga cemaat bo'lgandan bir-birisiga uyushib shundaq bir yer kelgandan şu uyushqa odamlarningki bir-birisiniki ustida haq-huquq yutib qoladi. Shunuga nima qilish kerak? Bularga rioya qilish kerak. İmamninki mana shu jamoatga rioya qilgan jamoatninki haqlari bor. Hem cemaat oğa adamның, yani imamninki aqsı oğa adamның yine imamga, yine rioya qilgan, yani imamga, men imamның haqqı o cemaat oğa adamning qalıdı, ütüp qalıdı. Anda oğandikin bu ikisiki o'ttirsida haq-huquq mushtaqchu bor. Anda oğandikin bu namozni men shu ayrım o'qgandek men o'qiyverman deb unda qilib bo'lmaydi. O shu jamoatga imam bo'laman deb kelgandan keyin anda oğandaki men şahsi işimni, şahsi qiladigan manda bir ishlar bo'lib qolsa, men uni qilmay, jamoatga loyiq men shu nima qilaman, ishlarni shu qilaman degan gap shu bo'ladi endi. Mana qandaqki men ayol nikoh qilgan vaqtdagi o'zida nikoh qilishniki oldida har ikkilisi yakka odam. O'chan yakka kishi, o'chanizda qilaymi qilsin mayli. Şu ikisi aldım tagin deb bo'lgandiki ikkisiga o'ttirsida bir-birisining ustiga haq-huquq nima qoladi, o'tib qoladi. Burunqi yilqi to'y qilgan vaqtning o'zida nikoh qilgan vaqtdagi ishlarning hammani shunda qilman desichu bo'lmaydi yani. Shuningdek bu imomga mushunga uchun o'xshaydi endi. Imom bilan jamoat ikkisining o'ttirsidagi haq-huquq endi bu mushun ustidagi nima u bab. Yani bu to'g'rida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men nima degan mushun ustidagi bo'ladi, babcho bo'ladi. Birinchi fasl. Endi bir nimasining bobidirki imomniki usti dedi. Yani imomniki ustidagi narsa, u narsa qavm, yani jamoatlarniki shu holini rioya qiladigan haq nimalar ishlar. Bir ishlarniki bobidirki imomniki rioya qilishga tegishli bo'lgan ishlarniki bobidirki imomning usti dedi. İmam rioya qilishga tegishli bo'lgan jamoat uchun mushundaq rioya qilishga tegishli bo'lgan nima narsaniki bobi imom qanday rioya qilish kerak jamoatga deydi. Birinchi fasl Anas roziyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Anas, o'qib baxmidim men bir imomning orqasida hargiz qattu degan ism fel, yani aslan degan gap. Mana bir imomninki orqasidan hargiz men bir namoz o'qib baxmidim, yangilarak bir namozni, yangilarakni namoz jihatda. Ahabba degan uniki nima o? Yani uniki maf'uli salatan unimi tamiz. Yani bir imomning orqasida yangilarak bir namozni men o'qib baxmidim, meni komil, mukammal, to'liqroq bo'lgan namoz jihatda to'liqroq bo'lgan
bir namozni shu bir odamning og'isi o'qibaqmidim payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki din keyin men bir imomning og'isi namozi doitbak nima yengil va doitbak nima komil mukammal to'liq bunda bir odamniki namozi shu o'qibaqmidim. Ya'ni demak payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam doit yengil va yengil qon bilan billa o zot o namozni to'liqcha qildi deydi. Endi bu yerda namozni qanday yengil qildi? Xabba degan xabba yaqib bu yaqub bu xabib xibbatan bu muzoaf nima o sulasi. Anda o'ni bu yengil ya'ni eg'ir yengil deydi. Anda o'ni yengil degan qanday qildi? Yengil degan jamoatga qarta nima yengil? Jamoatga o namoz yengil qilib berish. Yengil qilib berish degan o'zi ayrim o'qish vaqtiga o'zida mana qanday o'qish bo'ladi? Rukuni, qiroatni tozash, jiq o'qib, bir par o'qimdi, 5 par o'qimdi. O'chani o'zi qismaydi. Ruku qilgan vaqtni o'zida toza 1 soat qilamdi, 2 soat qilamdi o'zining ishi. O'zinki shu nishot, ya'ni xushallig'i bo'lgan nimada. Ruku nima sayda, undan boshqa mana bu saydlarmi shu. Uni qanday qilsa o'zining nimasi bo'ladi. Ammo Payg'ambar alayhisolom namozni yengil qildi degan gap, ya'ni shu yengil degan gap qiyomni normal, ya'ni jamoat eg'ir kamligida ya bir sura, ya 5-10 oyat, ya 20 oyat, yoki eng qisqa oyat Qur'oni Karimdagi qisqa sura 3 oyat. Masalan, inna atayna val asr. Mana mushunda nima qildi o'qiydi. Bu yer yengil o'qiydiganlar shu yerdagi namoz o'qigan odamdagi shipang unda o'qiydi emas. Yani onu qisqartadigan bir taraf var. O qavur rukuda mesela Subhane Rabbiyal Azimni qancha qator deymiz? En az 3. Onun yuqori qancha desi bo'ladi. Ammo Payg'ambar san shuning ichida Subhane Rabbiyal Azimni mana 3 yoki 5 ya 7 deydi. Uni jiqtiman yengil degan shu. Ammo o'z o'qigan vaqtimizda Payg'ambar san ana qiyomda turib shu putlari ishib ketdi. Shunda jiqchi o'qiydi. Endi qiraat qilgan vaqtni o'zida shu, ruku sajd qilgan vaqtni o'zida shu mushunda yengil qildi, ammo bu namoz deman nihoyat komil, mukammal, to'liq bo'ldi. Ya'ni uning farzlari, vojiblari, sunnatlari, uning ta'dil arkan deganidek mundaq taraflarini nihoyat to'liq qildi. O yilki namoz o'qidim deb shap undaq emas, yana namozni degandek o'qiydi, ammo u namozniki qisqartib o'qidigan, masalan, qiroat rukuniki ichida o'qigan zikr tasbih sajdning ichida deganidek buni uchun qisqa ya'ni loyiq ya'ni qisqa mushakkilda o'qiydi deydi. Undan o'yladim men imom bo'lgan odam qanday qilish kerak? Men mushundaqcha o'qish kerak. U imomligini ko'rsaman deb toza shu qiroatni toza vaqirab, jaqirab, toza oyat uzun o'qib, rukuni toza uzun qilib, undaq qilsa bo'lmaydi deydi. Va İmkanı. Esi innehu. Bu musaqqalın muhabbebe. Ve cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mene şen. Mene berti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mene her aynı anlaydı bir kişivalınki avazı nemi kıldı anlaydı. Hem de kişivalın avazı anlaydı degendikin Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın zamanında ayallar yüzündeki ballarını bilen mescidki epçü çıktı. Yani küçük balısı olsun meyli. Kuşaktaki balı. Bu duruz. Çıksa. Neymişkan? Çünkü küçük balınki yüzü to'lg'andan tatip mana shu ma'lum yoshga ağırlıkta hemen ögünüdü. Anda o anı kişi tatip o balının yüzünü mescidga apırıp bu işte ögetse mana o balınki yüzü bilmişim lekin mescidga közü körüp mındaq avazını qiraat nemisini anlap uçağın ne bo'ladi cho'ng bo'ladi. Bu resmi haqiqiy mu'min şekilde cho'ng bo'lgan gap. Şuna bu gapni deyish shu vaqtning o'zida sahobalarniki, sahoba ayollarning bolalarni chiqishi shu. Sahobalarniki ayollardan tug'ilgan bola ana qanday bo'ldi ana? Mana islom dinini mana rasmiy dunyoga mana taqatgan, mana taratgan, mana jihad qilimizda bu shu bizniki vatanchilik kelgan mushu kishilarniki qo'lida shu bo'lgan. Din mushtaqiga taqatgan bular. Endi hozirgi kunda unda ish shu asosi yo'q. Ammo shu bolani chiqqan vaqtning o'zida o balınınki, xalqninki, namozniki huzurunu buzadigan ishni qilmay, yig'latmay bunda bir ishni cho'q qilish kerak. Ham tasodifiy yig'lab qolsa, o'chamiz cho'q bo'ladi endi. Ya'ni Payg'ambar sam bir kishining ovozini anglaydi, shu anidagi yengil qiliti Payg'ambar alayhisolatu vasallam namozni yengil o'qiydi. Nima ishqa?
Şunundan qoqqanlıq cəhdidən ki, fitnə kichib qalsın, şu kichvalniki nemisi anısı. Şu kichvalniki anısı fitnəgə. Yəni namazı nima qilish kerak? Huzur, xushu, Allah'ınki alıb turvatı mən deyəndək şəkildə oxuş kerak. Amma o ayol bazı yığılıb ketgəndiki qandaq oldu, nəsə yoxab ketib, uçanın özüdən namazdınki rəsmi xushu, huzur, mənə təzərruqdən ibarət olğan bu mahiyeti o yerdə üçün yoxab ketdi. Oy balam nima bo'lgandi deb ko'ngli kechib, chunki ayol degan bozorga bak nima qiladi, hamma ham shundoq ayol bak nima qiladi, unga mehribon. Anda o'g'andiki shu narsa tushib qolmasin deb payg'ambar alayhisolatu vasallam kichik bolaning ovozini anglashamanlar shu chog'ning o'zida agar shu masalan boshlagan vaqtning o'zida masalan inna fatahnadagi surani yoki bo'lmaydi uzun surning birini o'qimoqchi bo'lib shunday qilgan bo'lsa ovozni anglagandan keyin mana namozniki o'zi bir qancha oyatni o'qish uchun namoz tamom bo'lgandan keyin uni tugatmaylar shu chog'ning o'zida uni tugatib andiki ruku qilib namozni qisqa qilib tugatibdi deydi. Ya'ni imom bo'lgan odam qanday qilish kerak ekan? Jamoatniki ahvoliga rioya qilib namozni o'qish kerak ekan. Jamoatlarniki haqqi mana haq huquqi imomning ustida shu namozni jamoatniki ahvoli qarab o'qib berish. Abi Qatada radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedi Abi Qatada. Dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, "Jazmaman har oyni kirman namozga cho kirman." Ya'ni namoz o'qishni iroda cho qilman. Va men iroda qilaman, shu namozni uzatib o'qishni cho nima qilaman, iroda qilaman. Chunki namoz degan nima u huzur, halovat, ma'naviy nima u ruh, ma'naviy tarafdan bo'lgan bu uzuq. U Alloh bilan so'zlashadigan cho bir vaqt. Anda o'g'andiki bu vaqtniki o'zida toza uzuncha qilish kerak. Men buni iroda qilaman. Mana buni iroda qilaman. Anidan keyin anglayman kishvolniki nimasini, ovozini shu jahdidan men andan keyin qisqa qilaman mening namozimda. Endi tajovuzga uytib ketma degan gap. Uytib ketma degani, ya'ni past uytib ketma mening namozimda. Namozimda uytib ketmanki, ya'ni men uzun o'qiyman degan shu uzatib o'qiyman degan bir nimbati chak. Shu chakdan u yer bormaylarga o'tib, uni evetiblar, andagi qisqa mushtaqcha namozni o'qiyman deydi. Nimishqa desa, nimishqa unda qisqa o'qiysiz namozni desa, mimma, ya'ni illat. Bir nimasini jahdidagi bilimman, mana shu bolaniki opisiniki g'amniki qattiqligidan. Mana shu bolaniki opisi vajd deydi g'am yoki bo'lmaydi, ya'ni mehr muhabbat. Mening mushiniki qattiqligidan men uni chu bilaman. Shu bilganligim uchun shoma men u namozni nima qilaman, qisqacha qilaman. Endi bu nima uchun u bola, u ayolniki o'zi nima uchun g'am qiladi desa, mana u bolaniki yig'ilganlik shahtidan. Bola yig'ilgandan keyin opisi nima qiladi, g'am qilib, "Voy nima bo'lgandi bolam?" deydi. Undan keyin mayada min buqai degan shiddatu vajdniki nimasi shuni illat. Mimma a'lamu degan atajawwazuda nima bo'lgan bo'ladi, illatchu bo'lgan bo'ladi. Men bu esa Imom Buxoriy rivoyat qildi. Va Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedi Abu Hurayra, dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, qachoniki mana o'qsa sizning biringlar odamlar uchun imom bo'lib namozchi o'qib bermoqchi bo'lgan bo'lsa, paz yengil qilsin. Ya'ni xaffata, pal yuhabbib, va nima qilsin namozni yengilcha o'qisin. Endi yengil o'qisin deganlikdan, ya'ni ishni oyati deganimizda, ya'ni bu yerda yengillikdan ya'ni ta'dil arkan, farz, vojib, rukun nimalarni uni onda-munda qilsin deganlik emas, uni to'liq bir shaklda, ya'ni qisqartib nima qilsin, uni yengilcha o'qisin. Chunki mana bu jamoatning ichida bordir, kasal odam bor, ojiz, badin ojiz, yoshib qolgan, men bundaq odam bor. Unda o'g'andikin qachoniki mushloq namoz o'qib qolgan bo'lsa, jamoatniki ahvoliga rioya qilib, bu jamoatga qandaq odam bor deb imom shu jamoat mo'do qarab etib, diqqatga anidan namozni shuni qarab yengilcha o'qisin. Qachoniki sizning biringlar o'z uchun o'qisa, ya'ni o'zi o'qimoqchi bo'lsa, uzatib o'qisin, u odam andaq bir nimasiniki nima qildi, andaq bir namozniki xolidi. Ya'ni xohlagan namozni uzatib tuzar, qiroatni 2 pora, 5 pora, 10 pora yoki rukuni toza uzun, sajdni uzuncha, ashta qischa mayli. Ammo
bir kishiga imom bo'lib, jamoatga imom bo'lgan vaqtning o'zida jazman u odam namozni o'z o'qigan holatga men shundoq o'qiyman deb undoqcha qilmasin. O'chada vaqtni nima qilsin? Kessin, jamoatning haqqi bu odamni yutib qolganda bu vaqtni uchun bersin deydi. Jamoatga yengil o'qib berish, ya'ni jamoatniki ahvolini nazarga olish degan haqqi bor, shu haqqni uchun bersin. Ya'ni buningda islom dinimiz ana hech qanday vaqtning o'zida u namozga ibodat o'qigan ekan, u odam qanday o'qisin, ba'zi ubda o'qisin, tan ubda o'qimsa olmaydi, savob degan Allohning bunday gaplashgan vaqtida demaydi. Bu biz inson bo'lgandan keyin insonlik dunyo, moddiy dunyoniki o'zi yashayotgan bo'lgandan keyin shuni qarta nima qilgan gap, ish shu qilgan gap endi. Qays ibn Abi Hazim roziyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedilar Qays xabar berdi menga Abi Mas'ud roziyallohu ta'ala shuna debki jazman bir adam dedi, o adam qasam Allah vallahi ya Rasulullah, qasam Allohga ya Rasulullah, jazman men har oyni kechikib qolimman, meni attiganlik namozdan men attiganlik namoziga kechikib qolaman. Ya'ni attiganlik namoziga men chiqmayman. Ya'ni ataaxharu degan, ya'ni kechikib qolaman, keyingi keliman degani, ya'ni ular namozni o'qib bo'ldi, men namoz o'qib bo'lgandan keyin cho'p keliman yoki namozga chiqmayman. Deydi. Nimish qolsa, palonninki jahdidan. U paloni anda bir kishiniki qatoridagi uzun qilib berdi. U bizga namoz uzun qilib boshqa qilib beradigan men kishilarning qatoridan edi u paloni. Men shuniki jahdidan men namozga, men bomdod namozga chiqmayman. U qoz bir o'qolib mushtaqcho qiladi deb shunda dedi. Qasam qilib dedi. Degandan keyin men ko'rmadimman deydi. Bu Abu Mas'ud meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning vazi aytishda eng qattiqroq bir holatni çok ko'rmadim. Meni g'azab qilish jihatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan shu kunda. Men shu kunda payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bak ochiq kelgan bir odamni men ko'rib baxmadim. Payg'ambarimiz bak nim qilib ketdi, ochiq kelib ketdi deydi. Ochiq kirib andiki dediki payg'ambar alayhisalom İnne minkum munafirin. Cezmen sizning içinizde badur nefretlendiği için cemaatni tuzlatadigan, cemaatning masjid chiqishdan, meni imomga iqtido qilishdan nafratlantirib, uni yiroqlashtiradigan kishilardan borkan. Fayyukum ma salla bin nasi fala tajawwaz. Anda o'g'andikin sizniki qaysinglar meni namoz o'qisa shu qaysinglar odamlar bilan past nima qilsin uni qisqatsin deydi. Qisqib o'qpasin deydi. Endi yerda fayyukum ma salla bin nas degandiki ma'niki o'zini bu yerda ma'ni emas ziyoda. Bu yerda ziyoda bo'lmasa o'changizda sizniki qaysinglar namoz o'qimasa odamlar bilan degan gap chiqib qoldi. Bu yerda ma degan ziyoda bo'ladi deydi. Yoki bo'lmaydi ma'niki o'zini ayyukum degan narsaniki nemisi o uniki sifati. O'changizda ma degan sifat uchun bo'lib keladi. Shay ma'nosi kelgandan keyin bu. Ya'ni sizniki qaysinglarki mena namoz o'qish yoki balon ish mashta qilmoqchi edi, ya'ni namoz o'qimoqchi bo'lgan mashta bo'lib qolgan bo'lsa, u chog'da o'zida namozni qisqibcha o'qisin. Chunki shu jamoatning ichida bordir ojiz odam bor. Mena uzun tura olmaydigan, rukunichi uzun qila olmaydigan, sajdinchi uzun qila olmaydigan mashta odamlarchi bor. Mena qon besimi mashta odamlarchi bor. Ve çoğ adamımızın yaş çoğ adamlarımız çok ban. Ve hacetinin eksi var. Yani hacetinin eksi var ki işleydi o. Ben keşke namaz okup turduğu iş yok. O adamın turmuşu var, üyü var. Ben işlemesi çok bombaydı. Ben muşunda adamlar çok ban. Anda o andiken namazın ne okusun, kıskıpça okusun dep. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni imamlığa muşdakça hitapça kıldı emdi. Muttefakun aleyh. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mine yusallûne lekum namaz okup verdiler bu imamlar sil için. Bu yerde yusallûne lekum degen hum. Yani bu yerde imamın üstüne gap batkan deken yani hum yani el-immetu yusallûne lekum. Ya ki el-immetu yani imamlar sil için namazçı okup verdi. Degen gap. Uçadı muftuday mehsubninki nemisi olgan buludu cümle haber olgan buludu. Eğer
to'g'ri qilib qolsa bu imomlar o'changizda namozni to'g'ri o'qibdi. Shu ta'dil, alqon, farz, vojib, sunnatlarni degandek, mana shu mana elsi degandek aynan ashta o'qgan bo'lsa, falakum. Pes uningki manfaati savobi siz uchun bo'ladi. Va agar xato qilib qolgan bo'lsa imom xonimlar namozni voy men imom bo'ldim deb namozniki bir rukun yoki vojib farzlarniki o'zini bir xato qilib ketdi. To'g'richu qilmabdi sunnatga uyg'un. O'chan o'zida yenisining manfaati bo'ladi va lekin ularniki zarri bo'ladi. O'channing xatolikniki o'zining bo'ladi, o'channing o'zida mana oshlar bo'ladi. Sening namozing namoz uchun bo'laveradi dedi deydi. Unda lekin men mushedistan imomniki namozi, mana jamoatniki namozi, ash imomniki nemizga gardiniga tushib bo'ldi, uytib bo'ldi. İmam, mayli o imam to'g'ri qilsin, qilmasin, zodi jamoat to'g'a odamniki namozi maqbulib ado bo'ldi. Ammo shu imom oxun shu namozni Qur'ondagi hadisdagi ro'y asosan mana o'qigan bo'lsa, o'chan o'ziga foyda, jamoatga foyda. Ammo unda o'qimasa, u odamniki o'zi men xato o'qib qo'ygan bo'lsa, yoki oyatni, yoki olmaydi rukuni to'g'ri qilolmabdi, yo sajdani to'g'ri qilolmabdi, yoki bir vojibni qoldirib qo'yibdi, yoki bu sunnatni, muhim sunnatniki birsini u odam cho'q qilmabdi, yo ta'dil arkan cho'q qilmabdi. Qilmagan bo'lsa, o'chanizda jamoatning namoz soqit, chunki imomning ustiga otqandan keyin o'chanizda namoz ulardan soqit bo'ladi. Ama imamnınki üstücü sağlık olmaydı. Uçağınızdan imamga ne boludu? Hatalıkçı boludu deydendi. Men bu hadiste İmam Bukhari rahmetullah aleyh nime kıldı? Ravayetçi kıldı. Hem de bu namazdaki üzere mene kandak adam kandak bolsa biz cemaat mayli o adamning o'zi shirk e'tiqodi bo'lsa imomlar o'chaning o'zida bu adamning imomlarning o'zi xato ish qilib imom bo'lman desa o'changizda jamoatniki namoz uchun maqbul cho'p bo'laveradi. U nima u tugaydi endi. Buni daha jiq gap chiqadi endi. 3-fasl. Osmon ibn Abil As radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Osmon bir nimasiki oxiriki meni ahd qildi, ya'ni vasiyat qildi menga. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahdi qilib vasiyat qilgan narsaniki eng oxiri men mushudur. Qadur iza qum iza amamta. Men bu bir jumla xabar oldu. Oxiru degan u mubtada nima? Muzabzablar mubtada. Meni qachoniki imom bo'lsang bir qavmga ta'xibba bihim. Onda imom bo'lsang sen ularga namozni qilib yengil qilib degan men mushi gepi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki mana eng oxirida hayotiniki eng oxirida mana vasiyat qilgan nemisi bo'lganti vasiyatchi bo'lganti dedi. Ya'ni demak mana har qanday bir imomniki o'zi namozni yengil jamoatniki ahvoli o'qiga loyiq o'qishniki o'zi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki imomlarga qilgan nemisi ekan, vasiyat ekan. Shunda qilmish uchun bo'lmaydi deydi. İn bir rivayette şu Osman üçün bağdır. Şuna der ki cezbe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Şu Osman'a umme kavmek. Seninki kavmege imam bol. Digendikin dedi Osman. Dedim ben ya Resulullah cezbe men tapımem benim nefsimde bir şeyi tapımem. Yani benimki şu vücudumda yani bir şeyi tapımem ki benimki kalbimde şu nefsimde şeytan vasvas. Kılıdığın yıl namaz anda okup koydun, ilmanda okup koydun mu deydiğin, ben namazı okuyamam ki, ben ada kılamam ki deydiğin, ben muşundak bir nersi menimde çok bağ, menimki undak nersimi ada kılamasın mümkün. Muşta bir nersi koğunumda bağ dedi. Diygendeki dedi Peygamber Sam udnu. Hem de dana yadnu, daa yadudil. Yani ikinci babdan Nasara Yansuru babından çıkan nemi bu? Nakis olgan, nakis vavi. Boğan yani daa yad'u o'xshaygan nima u pil. Daa yad'uniki amr qanday chiqdi udu. Anda o'ni bu yerda o'niki keltirishib bu yerda nima deydi? Ana yana hay nima deymiz? Ashida va deydigan ashundaq bir tahbib nemisining bir hosi va bu shuniki qatoridan. Udnu degan yaqin bo'l.
Yani Peygamber yüzü depti Osman'a neme depti o? Man yakın bol depti. Yakın bol degenden keyin ama akılda Peygamber o adamın o adam Peygamber kaşı kipti. Kelgenden keyin 19 de Peygamber menin yüzün olduducu 19 de. 19'up onu deyin koydu Peygamber yüzdeki alqınını meniki köksümü koydu. Meniki aşo köksümniki aldı degan. Sadigan emchak. Yani meniki aşağıdaki köksümge yüzdeki kolunu ço alqınını koydu. Onu deyin dedi tahavval dedi. Bu da kupa yötken dedi. Yani başka aylan dedi. Şundan koydu Peygamber yüzün şu alqınını meniki dümbemge. Meniki dulamdaki dümbem. Yine ne kıldı? Koydu. Koyup andaki dedi, Peygamber ne dedi? Umme konmak. Ben umme diye nime o? Emir. Ama ya ummudun çıkan, mene merra ya murru. Murra deyimiz o anki. Anda o andaki ama ya ummu diyen, mene paala yapulu nasara yansurudu babıda boğan muzaab nime sulasi. Bununki nemisi emir umme oldu. Anda o andaki dedi Peygamber anda o senin koymağı ne bu? İmam bul. Dedi. Anda imam bol. Anda o andaki bir adamiki bir kavmiga imam bolsa, onu ço namazın için yengil çok kısın. Çünkü ulaniki içinde çoğ adam var, ve ulada kesel adam var, ve ulada ço aciz adamlar çok var. Ve şunu da ulada yine cemaatte acizdi var. Yani işleydiğin muşdak işva adamlar çok var. Kaçan ki senin bir yüz yalğız namaz okusa, taz okusun kandaki halsın. Kanda okusa yüzün işi. Taz uzun okumdu, beşbar okumdu, rukunu taz uzun kalan uçadı meydi. Ama imam boğa vaktin üzerinde cezmen bu imam boğa adam şu kendi turuvatkan cemaatniki ehvalı raya kırıp yani ulaniki hali nimeni takazza kıludun, onun kesel bağ mı yok mu? Mene şu ehvalı karab hazır pesil kandak pesil, kışlık pesil mi, yazlık mı, yazlık mı, küzlük mü? Mesela bizim rayolarımızda. Ben her pesilde dehalının işi naitinin buludun, özgürlük durudun. Anda o andikin bunu gılımı kusun, rayi çok kusun dedi. Ve İbn Ömer radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi İbn Ömer. Berti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bizni namazı tahfif kılışka. Namazı neme kılışka? Yengil kılıp okuşka buyurdu. Ve imam boldu Peygamber sallam bizge as-sabbat bilen imam boldu dedi. Hem de bu yerde namazın yengil kılıp okuşudan mana o namazdaki üzge sör sapbatni o'qishniki o'zi sör sapbat qancha 3-4 varaq keladi. Ya'ni 3 varaq, yani 100 necha oyat. Unda o'g'andikan bu ikkisi qanday bo'ladi? Desa, bu yerda deydandi, Payg'ambar alayhisolatu vasallam namozni yengil o'qishgan, shuning bilan bizga mana as-sapbatniki o'ziga imom bo'ldi degan gap, sapbatni bir rakatda o'qimay 2 rakatda o'qidi. 2 rakatda o'qigan o'zida mana o'chan o'zi nima bo'ladi? Men uçanı üzülsel yengil oldu bir kıta her bir reketke bir sör sapbatni onudaki sör satni mı da okup kalsa. Hem de diyen gap. Yine birisiga mene sör sapbatni okuydu. Hem Peygamber bizi yengil kılışını boylaydı diyen gap. Mene aşu namaz okutup verdiğin imamniki yüzünki aşu huşu'i. O adamniki takvalığı. O adamniki aşu tecvidniki naiti Kur'an'ı okuğa vakti naiti çıraylık okuşun. Avazın çıraylık oluşun. Mene yakımlık oluşun. Diğerledek, meni yakınlık çıraylık buluşunki üzü Kur'an-ı Kerim'deki tecvidki raya kılıp, meni sozluğa yer sozuş, meni kanda kılış anedeken, meni onu kılga yer onu kılış. Diğerledek, aşıldak çıraylık okupersen, onunki asas yine nemisi takva. Yani Kur'an-ı Kerim resmi ihlas bolsa, anedeki bu adamlar, meni cemaat uçanızda o adamın ağır okan, aşın okup kalsın, az okup kaldı, imcik okusu oldu diye, deydiğim bunda bir haleti çok boludu. Onda o andaki bunun karta, yani İmam Akınımlar'ınki üzeri resmi takva, muttaki, alim, vara insanlar çok buluşu gerek. Hem onu da başka Kur'an-ı Kerim nayet şiraylık avazla okuyduğun, yani tecvidin resmi çürüp, bunda okuyduğun avazı, ubdan, çıraylık, mumluk, bunda bir kari çok buluşu gerek. Bunda bu vaktin üzerinde cemaatke sen namazniki üzerinde ya da karatı çıkarak okup kalsın mı uçan az tuyulduğu iş çok var. Bu ruhtaki nime o mesele. Bazı adamlar var karat kısa şu avazını acı sert. Ama o tecvid rayı kısmı lekin avazı o bırakılıp çıkılan adam yakın mı yakmaydıgan. Bunda bir adamlar çok var.
Babu ma'alel ma'mumi minel mutabaati ve hukmil mesbuki. Meni bu bir nimasi babudur ki, meni ma'mumning ustidagi narsaniki babudur. Yani ma'mumniki ustida imomningki nimasi va qanday haqqi va. Meni mushning ustidagi nima o bab. U narsa nima dedi? Ma'mumniki ixtidoqa adamning gadining ustiga olgan narsa mutabaatdir. Mana taba'a yutabi'u, mutabaatan, taba'a yatba'u degan gap nima qildi? Ergashdi. Mutabaatan degan nima qilish? Ash ayniga, ash qanday bo'lsa, aynan nima qilish? Ergashish. Unda o'g'andan keyin ma'mum bo'lgan odam, imomga nima qiladi? Ergashidi. Ergashidi deganlikdan har qanday vaqtimizda hamma tilda bor, o'xshashib qolmaydi yo oldida ketmaydi degan gap. Imom degan imom bo'ldi, boshda bo'ldi. Ma'mum degan keyinda o'g'ani keyinda bo'ldi. Bu jamoatniki mana ash imomniki jamoatning ustidagi haqqi. Men senden yukarı, sen üstüm aldıdı olaman, sen mende kim bolsan, namazniki, ruku kılış, secde kılış, vagaza işlerdi mi? Yine mende ne bolsan, kim bolsan diye bu neyme o? Hak. Bu oldu. Ve mesbuqniki hükmü. Yani mesbuq diye neyme? Sebeka yesbikun. Sebekan sabik. Yani ilgiri, baştaki kişi diyen gap. Mesbuq çok kim kaldı? Yani bir rekatga ulguramagan kishiniki hükmü qanday oldu? Yani qanday o'qiydi? Yani namazniki 5 ga ulguramapti. Ya bir rekat ulguramaptın, ya alhamdulillah ulguramaptın, ya rukuqa vaqti o'zida ulgurib kep, boshqa ulguramaptın, ya sajdaga ulgurib kep, ya rukuqa ulguramaptın. Uchamiz namozni bir rekat, mana rekat sanamaymizmi? Men mushning ustidagi nima o bab deydi. Birinchi fasl. Bara ibn Azib radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, dedi ular Bara. Namoz o'qiydi, bir biz namoz o'qiydik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki kendisi namaz okuydu. Kaçaniki dese Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sebiyallahu limen hamide dese mene nim kılmaydı, pes kılmaydı, hiç kanda bir kişi bizden yüzünü dönmesini. Mene hana yahnu deydi yani lem yahnu. Bu nimi kıldı? Ya ki hana yahni ya ki bulmaydı lem yahni. Uçan yüzde naqs yayi çok boludu. Mene hana degan nima? Menda pes bo'lgan. Ya'ni bizniki dümbisini hech qanday bir kishi dümbisi pes çok qilmaydi, hattoki qo'ygan Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining peshonasini zaminning ustiga. Zaminning qo'yib qo'ychilik, mana shu qolgan jamoatlar shu tik samiyallohu liman hamida degan vaqtimizda Rabbana lakal hamd deb tik turdi. Qachon Payg'ambar sallam mana shu sajdizga 5ni qo'yib qo'ygan chog'da anida ekan, jamoat nima qildi? O'chada boshni shu qo'ydi. Ya'ni demak, mana jamoatninki mana qiladigan ishi imomniki oqisi uchun mushu. Mana imom degan boshda degan gap, jamoat keyin degan gap, o'changizga o'xshashib qolsa, yo oldib qolsa, o'chang o'zida mana imom bo'lmaydi, imom degan boshda degan gap bo'ladi arabchada. Uyg'ur tilida degan imom degan gap hamma narsaniki beshi degan gap bo'ldi, oldi degan gap bo'ladi. Unda o'g'andan keyin o'changizga o'xshashib qolsa, yoki bo'lmaydi, shu yerga oldiq ketib qolsa, o'changizga o'zining bo'lmaydi, o'changizda imom bo'lmaydi, jamoat ya'ni mu'tamchu bo'lmaydi degan gap. Unda o'g'andan keyin bu yerda imom samiyallohu liman hamida desa, o'changizda jamoat nima deydi? Rabbana lakal hamd deydi. Bizning hanifiy mazhabda men shu hamd. Anas roziyallohu ta'ala rivoyat qilindi, dedi Anas. Namoz o'qibadi bizga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kuni. Pes o vaqtdagi o'qib bo'ldi, Payg'ambar sallam o'zining namozini oldini qildi, bizga yuzini yuz bilan. Dedi Payg'ambar sallam: "Hey odamlar, jazman men sizniki nimanglar imominglar. Sizniki beshinglar namozda." Nima degan gap? Sizniki imominglar degan, men sizga imom bo'ldim, sizniki namozda sizning beshingizda bo'lman. Unda o'g'andan har qanday ishda menga ergishib qilsizlar, mendan keyin tursizlar. Bütün faoliyatim ishda bo'lishi kerak. Unda o'g'andan men uytib ketmaysizlar, mendan ruku qilishda, sajda qilishda qoyim, ya'ni ikkinchi rakatga turishda, vayna qaytishda, ya'ni salom berib, assalomu alaykum deyishda mendan uytib, oldin ana ruku qildigan, men qilib bo'g'chilik, sajda qilib bo'lgan, men qilib bo'g'chilik, mana ikkinchi rakat qilib bo'lgan, men salom berib bo'g'chilik, salom berib ishda qilib kelgan, unda ishni oldiroq ishni qilmanglar dedi. Mesela imom bo'lgan ekan. Jazman men ko'raman sizni, meniki oldimdan men sizni ko'raman
va mening orqamdami ko'raman. Unda avvalgi payg'ambar ko'maydi o'zi qarab turdi deb, men qilib bo'g'cha sil oldi berib dikildab qilsanglar, men qilib bo'g'cha qilib bo'lsam o'choqchi to'g'richi bo'lmaydi. Unda avvalki men qilib bo'lgandan keyin anidan ruku qilish, sajda qilish, qiyomda o'tirish degan ishni shu chog'da cho'q qilinglar dedi. Mayada endi qaytish bilan mendan o'tib ketmanglar. Yani qaytish degan bu yerda o'limalarimiz yani salom berishlar deydi. Yine ba'zi o'limalarimiz yine sizlar mendan o'tib ketmanglar qaytish bilan degani men namoz o'qib bo'lgandan keyin masjidga qaytishdan mendan burun chiqib olmanglar degan gap. Ba'zi o'limalar shuni deydi. Bu desa bu to'g'ri emas. Chunki namoz o'qigan vaqtda o'zida o'qib bo'lgandan keyin jamoatning ishi bo'lib qolsa, men imom oxun chiqmagan vaqtda o'zi chiqib ketsa bo'ladi. Agar unda bo'lmay tatib qolsa, bu yana jiq adam bu xato ish bo'lib qolgan bo'ladi deydi. Ebu Hurayra roziyallohu ta'ala rivoyat qilingan. Dedi Ebu Hurayra dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, la tubadirul imama. Siz oldirmanglar, siz nimaga imom uchun oldirmanglar. Yani imam bir ish qilsa quloq qaqib bo'lishi oldi quloq qaqib bo'ladigan, ruku qilib bo'lishi mundaq cho'q qilib bo'ladigan, imomning oldiga o'tib mundaq oldiranlik ishni cho'q qilmanglar. Qachoniki takbir essa imom oxunum, uniki takbir etinglar. Qachoniki imom oxunum va dallin desa, uniki cho'q deb bo'lgandan keyin anidan amin denglar. Qachoniki imom oxunum ruku qilsa, uniki ruku qilib bo'lgandan keyin cho'q ruku qilinglar. Qachoniki imom oxunum semiyallohu limen hamidah desa, uniki sizlar Rabbana lakal hamd denglar. Ne? Semiyallohu limen hamidah imom deydi, Rabbana lakal hamd jamoat deydi. Deganimiz shu. Mana bu hadis muttafaqun alayh. Lekin Imom Buxoriy zikr qilmadi va iza qala va la degan bu hadisning bu bor parchasini zikr qilmadi. Ammo Imom Muslim bor deydi. Enes radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi. Shuna deb jazo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mindi bir otqa nima qildi? Mindi. Unidagi payg'ambar shu otni yiqilib ketdi. Yiqilgandagi pas yor qilindi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning o'ng tarafini shu yor qilindi. Ya'ni yag'rib bu yerda yoki yag tushib yoki shahar bir yag tushib yig'ib ketdi. Undan keyin o'qidi payg'ambar alayhisolatu vasallam namozlarniki ichidan bo'lgan bir namozni uchun o'qidi va alloh o payg'ambar nima edi? O'lto'g'chidi. Undan keyin namoz o'qidik biz payg'ambar alayhisolatu vasallamning orqasida biz o'ltirib namoz o'qidik. Chunki payg'ambar imom o'ltirganlik bizim uchun o'ltirdik. O vaqtdan o'zida payg'ambar meni namozni o'qib qaytib dedi payg'ambar. İmam qilindi tashuki iqtido qilsa shu imomga. Ya'ni ergashgan. Tamma degan asi nima qilgan unuga yani tamamlanıp yani iqtido qilg'aysa. Yani imomni imom deb boshliq qilishi, siz uni ergashinglar deb shu uni uchun boshliq qilib imom qilib qo'ydi. Unda bo'lgandan keyin qachoniki imom oxun o'rtib namoz o'qisa, silmo o'rtug'an holatda namozni o'qinglar. Qachoniki ruku qilsa imom oxun uniki uchun ruku qilinglar. Qachoniki imom oxun beshini ko'tarsa, uniki beshini ko'taringlar. Qachoniki desa imom oxun samiyallohu limen hamida desa, danglar Rabbana lakal hamd danglar. Qachoniki desa o'qisa imom oxun o'ltirib pas mana nima qilinglar? Silmo namoz o'qinglar, o'ltirib bo'lgan holatda. Silmo o'ltirib nima qilinglar? Mana namozni o'qinglar dedi. Endi bu yerdagi mushadiki yerdagi julus degan jalasa yajlisi chiqqan bu masala emas. Bu julus degan jolisuniki nimasi jamisi. Bu qachoniki namoz o'qisa imom oxun fasallu julusan degan julus degan nima bu? Sallu degan jam'i bo'lganiki julus degan nima bo'lgan bo'ladi? Jam'ichi bo'lgan bo'ladi. Oyatda qiyom shu. Qoimuning jamisi emas qiyom. Tasallu qiyoman degan shu jam'i. Dedi Umaydi rahmetullah aleyh. Mana bu Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'niki qachoniki siz o'tirib namoz o'qisan, sizmi o'tirib namoz o'qinglar degan bu gapi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'niki burunki kasal holati shundaqdi. Burunki ish bu. Ondaki Peygamber buniki namoz o'qidi, o'tirib, valolki odamlar Peygamberning orqasidan mana o'rtoqchi ediki, o'rtoqchi edi.
Uçağımızda Peygamber olan oturuşkını mıkımagan buyurmagan. Onda o andakin a edis, Enes radıyallahu ta'ala a edis burun, yani iftida İslam'ı boğan gap. Kim mandaq bir kesel olgan, uçağda oturup okuqanti, cemaat örtürüp okuqanti, uçağda oturun için demegen. Ve gap şunu mestur elinido, mene ahirini Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kılıqıdın. Peygamber sallam'daki bu şu kılığını biz ahkam cihati tutuştan, qandaq tutamiz? Şu en ahirini tutamiz. Onun ahirini tutamiz. Mesela bir kılıqda, bir işte bir qancha hadis kipti. Mene hazır kadar, mene anıda oturup okudu, hem oturup okudu, manıcı oturup okudu, ve cemaat kıyamda okudu dep işte bir kip qalgan bolsa, buniki tarixi qaraymiz. Tarix mene yuqur olgan bolsa, uçan üzde o mesih olgan boludu, keyin nima olgan boludu, nasih olgan boludu, keyin şu amal qilamiz. Yani onudaki bir hadis şu ish to'g'ri, bir hadis kip qalgan bolsa biz onun tarixi unudaki bo'lgan bolsa, uni mansux deymiz, uni nasih deymiz, avvalgisidan bo'lgan boludu, nasih shu boludu. Men bu hadisniki amal qilishniki nimasi bu usuli deydi. Men İmam Humaydi degan katta bir olim. Bu İmam Buxoriyninki lafzisi. Ve ittifoq keldi İmam Muslim ecmaun degan. Men so'zgichilik İmam Buxoriyga ittifoq keldi ve ziyoda qildi İmam Muslim in bir rivoyatda fala tahtalifu alay ve iza sajadu fasjudu. Men sizlar imomga uchun bundaq maslashmaydigan ishni qilmanglar. Ixtilof qilmanglar. Yani İmam Ahlim o'tiringlar. Mana qiyam bo'lsa qiyam bo'ling, ruku qilinglar, uni qarshi turib, ruku qilsa mayza qiladigan, sajda qilsa anda ishni qiladigan ishni qilmanglar. Qachon sajda qilsa sajda qilib bo'lgandan keyin sajda qilinglar dedi. Mana Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Ayşe, o vaqtdagi ig'irlishibdi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Sakala emas, saqula yasqulu. Bu yilki Ta'ula yap'ulu babidan bo'lgan 6-babninki karuma yakrumu sharupa yashrubudan chiqqan nima o pil. Shunga bu sifat bo'lgandiki, buniki sifat mushabbas saqil, saqil deb cho'kkanmaydi, masqul deb kelmaydi. Mene Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam men ig'irlishibdi degan gap, yani kasal ig'irlishibdi. Hayotninki oxirida keldi Bilal, holatiki uqtirdi bu Bilal Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga namozni. Mayadamdi yuzinuhu yoki yuazzinuhu. Mana bu a'lana degan ma'noda. Degandan keyin dedi Peygamber sallam, "Voy ya Rasululloh, namoz vaqti qoldi" deb uqtirib qo'shdi. Keldi deydi oxirida. Peygamber sallam şu ahir hayatında 17 gün. Nima? 17 gün etrafıdımı açta yetip qalgan. 17 namazını mescid chiqarmabdi ekan. Bir qancha kun yetib qolgan. Degandiki shu Peygamber sallam dedi, buyruğun sizlar Abu Bakrni shuningki odamlarga namoz o'qib bersin. İmam Abu Bakr imom bo'lib namoz o'qib bersin dedi. Undan keyin mana namoz o'qib berdi Abu Bakr shu kunlarda. Peygamber sallam mescid chiqarmagan, kasal ig'irlashgan kunki, o kun qavmi 3 kunmi, 4 kunmi shu atrofdan. Yani 17 namazga mescid chiqarmagan deydi ekan. Ondan keyin mana Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam tapdi o'ziniki nafsida bir yengillikni tapdi. Sal o'zi yaxshi qolganligini tapqandan keyin Tudi Peygamber sallam holatiki mana otilib mangdu ikki odamniki o'ttirsida. Ikki odamning o'ttirsida mana nima qildi? Otilib, yani so'rilib, mushta nima qildi? Mangdi. Menga bo'aloki Peygamber sallamning ikki puti siziydi, bu ikki puti ziminga siziydi. Yani semiz ziminga xatni sizganda so'rilib puti uchi mushta sizib mushta shu mangdi deydi. Hattoki kirdi Peygamber sallam masjidga. Mescidga kirdi. İki adam iki tarafı kötürüp söylüp mescid kirdi. O vaqtdagi anıda Abu Bakr Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki men hissini. Yani sizim mahsusini. Yani o Peygamber sallamniki taraqturuq, baraqturuq, mustaqqa ovoz namozni eshittirib, mustaq anıda mena başladı Abu Bakr holatiki kim bo'lgan. O'zining imom bo'lgan yerida darhol yenib kelishga mushuncha başladı. Başlagandan keyin avma'a yumiyu. İşaret kıldı Peygamber sallam şu Abu Bakr'e, Peygamber sallam nime de en diyen nime o harf tefsiri. Yani sen kim bomma, cani Türk namazı oku dedi.
Sen joyingchi to dedi. To'g'andan keyin shuni bilan keldi payg'ambar hattoki to'di payg'ambar Abu Bakr sol tarafida turibdi. Sol tarafida. Ondan keyin bo'ldi Abu Bakr namoz o'qiydi, o'rtirib, bo'ldi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiydi, o'ltirib. İqtido qildi Abu Bakr payg'ambar alayhisolam namoziga va odamlar iqtido qildi Abu Bakr roziyallohu ta'ala namoziga. Mushdoqchi bo'lgan degandi. Endi muttafaqun alayh. Bir rivoyatda Imom Muslim bilan Imom Buxoriy Imom Muslim uchun bordir. Mana anlatdi Abu Bakr odamlarga takbirni chu anlatdi. Dedi. Endi bu hadis endi bu yilqi bu cho'ng bir usulni o'ttirib chiqqan bir hadis. Bu İmam Şafii, mana İmam Şafii'niki mazhabida mana bir jamoatga ikki odam imom bo'lsa bo'ladi deydi. Ya'ni ikki odam imom bo'lsa bo'ladiki, ya'ni bir imom mesela asli imom masjid turib yo'qkan, undan keyin bir imom kelib turibdi, undan keyin birinchi imom kelgan bo'lsa darhol uni ne qilib bir o'tkazib bersa uchun men bo'ladi. Yoki ikkalisi birisi anaga aytib, men haq imomga aytib, men mushdoq qilish uchun bo'ladi deydi. Biz nima deymiz? Bu bo'lmaydi. Bütün ulamolarning ijmoiga payg'ambar bu xos, men shu vaqt o'zi shunday qilgan, ammo payg'ambar xosdi, uniki bu ish bo'lmaganda, bu yerda mana Abu Bakr payg'ambar o'tirib namoz o'qidi, Abu Bakr payg'ambar alayhisolamning namoziga ergashdi degan gap, ya'ni payg'ambarniki nima qilgan bo'lsa shu ishni qildi degan gap. Shu ishni qilgandan keyin qanday bo'ldi? Payg'ambar alayhisolam kelib Abu Bakr roziyallohu anhu sol tarafda turgandan keyin, u joyda Abu Bakr payg'ambarning o'ng tarafida turdi. O tarafda bo'lgandan keyin haqiqiy imom bo'lgan kishi kim? Payg'ambar islom. Payg'ambar islom bo'lgandan keyin yanida o'ng tarafida Abu Bakr roziyallohu anhu turdi. Undan keyin bu yerda men odamning takbirini anglatdi degandan keyin u chon o'zida mana bu payg'ambar alayhisolam misol kasal bo'lgandan keyin Allohu akbar deb ovoz sal bo'sh chiqdi. Abu Bakr ovoz sal chiqaroq chiqib qolgan jamoatga nima qildi? Uni anglatib berdi. Men to'g'ri ma'noda shu bu. Endi bir gap. Bu yerde takbir tahrimi deydigan bir ish var. Onda o anki bu takbiriniki üzerine, birinci imamniki üzi, bunu kulakka bu yer bağlayan yaniki üzide, cemaat bu şunuğa, birinci imamga çok kığattı takbir imamine. Uçanı ikinci imam kirip hem de anı yötküvat kavaktin üzide, bu bolandı bommandı. Bunu da hem ihtilaf var. İmam Şafii boludu deydi o. Biz bombayı deyimiz. Çünkü cemaatin üzerine bu yer takbir kulakka kıpa birinci imamı ixtila kıldım degandeki takbir tahriminiki üzeri yenidaş gerek. Yenidap ya namazdaki üzerine başkadan okuş gerek ya ki olmaydı bu çok bombagan. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem has bulgan iş. Gap bundan ne konusu bu yerde şunu misal. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre, aya korkmamdı, anda bir kişiyi kötürdü o kişi yüzdeki nilisinin beşini. İmamniki aldıda yüzdeki beşini kötürdüğü kişi korkmamdı. Şunun deyin ki yötküvatkay Allah o adamniki beşini işyahının beşiği. Ben işyahının beşiği ben yötküvetişini kopmamdı. İmam Allahu Ekber dep boğaça rukuya secdede ben bazı adamlı var yüzün beşini başlığı kötürüp olurdu. Ben bu adam Ninki yüzünü Allah Teala yüzünü işyanın yüzük aylandırmadı. Eğer açtak çok resmi okup durup, anlatıp durup, bilip durup açtakkan bolsa, uçağınızı bundak çok vardı. Ben bunu da korkmamdı. Undak oğandıkın undak imam başlı kötürüştün burun, bu adam beşini çok kötüyemiz son. Dedi. Bu rakmi. Bu hem de ras emine şudak bolamdı. Ben mesh dep atıldı. Mesh'ninki yüzü bazı ölümalarımız dişçe, bu ümmetin Muhammediyet bulmaydı deydi. İlgaki ümmeti boğan, mesela Yahudi ve onun başka şu milletlerde boğan iş şekli tumuzu aydınış işi. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı çok bulmagan. Onda iş bulmaydı. Ama bu yerde bulmaydı. İşyanın avazıga, işyanın kallısıga ölüp geldi yani dötüp geldi. O Araplarınki adıda bizim Uygur'dan bağlı işek degeni döt degen gap. Yani bu adam burun akıllı biraz bildiğin bolsa bunu değil ki bununki ruhi manevi terpi dötlük aynı bunda saranlık kılıp kalıdı dötlük kalıdı muşluk olmam degen gap. Yani muşluk kartılıdı. Yani ruhi taraftan işek aynı geldi ya işek okşaş işimini kılmaydıgan bilmeydigan muşu bir minçe ilim bolsa ilimniki nemiz bunçu emel kılmaydigan men muşudakçı bup kalıdı demekçi dedi.
Yani nəhayət iğir. Muş namaz məsələsinin özüdə, muş ixta qavatının özüdə nəhayət jiq bilan huquqçu var. Bunu nima qilish kerak? Bilish kerak. İkinci fəsil. Ali Muaz ibn Ali ve Muaz ibn Cebel radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılın. Dedi hoş keylen. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kaçan ki kesen senin bir ona namazı kesen. Ve hal ol ki imam bir halet diken. Ya ruku ya secde diken. Anda oğanı ki kısın şu bir ona kandaki kıldı imam. İmam kandak kan bolsa, rukuda oğan bolsa kipli rukuda kılsın. Secde oğan bolsa secde kılsın. Secde kavatın yüzde men endi birden bir kıyam turib atay. Unundaki ruku kılar, unundaki secde kılar disi çok olmaydı. Allahu Ekber deydi. Digendikin aşı subhanakallah'ını okup bismillah ağzını okup da anı diken rukuda haleti olsun. Secde kanı secde haleti müşündak şu işini şu kıson. Dedi. Men bu yani imamga ixta qilishninki bir masbuq bo'lgan odamniki bir nemisi hukmi bu. Men bu esa İmam Turmizi rivoyat qildi dedi. İmam Turmizi bu hadis g'arib dedi. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi. Dedi Abu Hurayra dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam qachoniki kelsangiz sizlar bir namozni kelsanglar. Vaholki biz sayda qilib etibmiz. O'shaningizda nima qilinglar? Sayda qilinglar. O ruku qilib anadaki sayda qilmoqchi demanglar. Va hisob qilmanglar. Mana bu saydiniki o'zini hech qanday bir shaycho deb hisoblamanglar. Hech qanday bir shay ekan, saydiniki o'zi sayda qildi ya, sayda qilgandan bir rakatning deb hisoblamanglar. U sayda nima bo'lmaydi, u rakatchi bo'lmaydi, hisobchi bo'lmaydi. Va bir odamiki topsa bu odam rukuni tepdi. Rukuni tapgan bolsa, cezmen tapgan boludu o adamdaki özü, namazını tapgan boludu. Hem de İmam Ahlim ruku qavvatın özüden, beşini götürüp boğuştuk. O adam Subhanakallah'ını okup Allahu Ekber der. Mene beşini şundaq da iyişip koygan bolsa, imam beşini götürüp boğuştuk. O adamın özü şu rekatga ülgügen boludu. Ama o adam imam Seyd qavvatın özüden, Seyd'e ülgürüp qalgan bolsa, o Seyd'in hiç qandaq ülgamiga bir rakat hisoblamaymiz. Hisoblamagan ekan, imom Ahlim o'qib salom berib bo'lgandan keyin u odam salom bermay, undan keyin u odam u bir rakatni nima qiladi? O'qiydi. Rakat bo'lish uchun qiyom, ruku, sayda bo'ladi. Bu endi. Enes radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi. Dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam, bir odamiki o'qisa u odam mana namoz o'qisa xolis Alloh uchun mana 40 gün cemaatda o'qitdi, holidagi tapudu o odam takbiratul ulani. Birinchi takbirni qildi, tepib 40 gün bu odam jamoatdan masjidda, jamoatdan namozga ulgurib ashta o'qigan bo'lsa, yezildi bu odam uchun ikki mana baroatni. Mana Alloh shu odamga ikki ishligin bizar oldu. Bu odam bu odam yo'q. Bo'lmaydi bu odamda deb nim qoldi, tutvatdi. Birinchisi do'zaxdan bizar bo'lish. Ya'ni do'zaxga hargiz kirmaydi degan bu muhr mana u odam uchun besiladi. Endi birisi nifoqdan nim bo'lish, bizar bo'lish. Ya'ni nifoqdan bari bo'lish. Ya'ni u odamniki mushunda 40 kun takbiratul ulaga ulgurib namoz o'qigan bo'lsa, o'chaniki o'zida mana u odam munofiq deydigan bu ishni u odamchi qilmaydi. Munofiqlarning ishini qilib qolmaydi. Yolg'on gap qilmaydi. Mana u odam va'zi shu to'maydigan ish shu qilmaydi. Mana xalqni aldaydigan, xalqni qo'ydigan, mana go'llaydigan, bunda urushib qolsa chekin oshiradigan bunda bir ishkiniki, ya'ni nifoqniki sifati olgan bunda bir ishni shu qilmaydi bu odam. Shunidan saqlanib qoladi deydi. Anda o'g'andikin men mushu munofiqlikdan saqlanish, men do'zaxga kirmasam bo'ldi degan mushu ishni biz ko'nglimiz bo'lsa, mana rasmiy 40 kun mana shu takbiratul ulaga ulgurib masjidga chiqishimiz kerak. Men bu bir nima u sabab. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Abu Hurayra dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam, bir odamiki tarat olsa u odam tarat olgandan keyin go'zal qilibdi bu odam o'zining taratini. Ondan keyin nima qilibdi bu odam? Masjidga mengibdi. Masjidga borgandan keyin tepdi bu odam odamlarni jazman namoz o'qib qopti. Qarapas namoz o'qib qopti bu odamlar. U charnizda qanday qiladi desa, bu odamning ish qanday qiladi meni masbuq desa, mana berdi bu kishiga Alloh taolo
bir kishiniki ajrning o'qishniki o'qidi u odam shu namozdan va hozir bo'ldi. Shu jamoatga chiqib, masjidga chiqib, namoz o'qib, shu masjidga hozir bo'lgan kishiniki savobi qanday bo'lsa, mana shu ulgurmagan odamga bu namozni men tarat edib, voy masjidga chiqib men namoz o'qiyman deb ulgurib, ashta yugurib mang'an ekan, shu odamga savob shu aynan shu bo'ladi. Men kim bitmaydi, men bu savob şu adamlarniki ajrdan hech qanday bir şey yo'q, u odamga berishda kam. Unda shu bo'lgan. Uni qancha savob bo'lgan bo'lsa, men bu odamga men shu masjid namoz o'qiyman deb ulgurib qolib qolgan odamga aynan hech qanday bir narsa kam bo'lmasin, ashta savob o'xshashi bo'ladi dedi deydi. Men bu esa İmam Abu Davud va Nasai nima qildi? Rivoyat qildi. Anda ondikin masjid saqo'niki javob savobini ajib. Ammo ulguramiz sahmo egar masjid chiqib qolsak, uning savobi shu yenichu bizga dedi. Va Abu Said roziyallohu taolodan rivoyat qildi, shun dedi o Abu Said. Keldi bir odam keldi. Va uning jazman namoz o'qib bo'lgan edi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namozni o'qib bo'lgan edi. O'qib bo'lgan chog'imizda bir odam keldi. Kelgandagi dedi payg'ambar: "Ala rajulun yatasaddaqu ala haza." Fayusalliya ma'hu. Aya bir adam yok mu ki sadık kılıdı bu adam ma adamga sadık kıldığan bir adam şu yok mu? Yok mu ki yani onu diken namaz okup verdi bu adam o adamla billah beni namaz okup sadık kıldığan bunda bir adam şu sadıka men ibadeti kılıp kıldığan bir adam şu yok mu? Dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu muştak dedi. Digen diken anı diken To'di bir adam, shundan u adam o odamlar nima qiladi? Namozchi jamoatlar namozchi o'qitadi dedi. Ya'ni demak, mushundaq bir adam masjidda namoz o'qib ulgurmagan bo'lsa, mana u namozniki o'zi unidekin masalan pishin yoki xutdan deydi, ikki namoz shu anda mamdatni asrdakin bo'lmaydi. Namozshamdekin ham 3 rakat namoz yo'q. Unda o'zikin mushunda ishib qolgan bo'lsa, u joyda yin bir adam kirib uni jamoati qilibdi men namoz o'qib beray desa, jamoatlar namoz o'qib beray degan o'qib bo'lgan adam nisbatan adam jamoatida o'qib bergandikin bu adam ma namoz ma qo'shilgan adam nisbatan nafl bo'ladi. Adamning farz bo'ladi. Unda nafl bo'lgandikin ma'ni bo'ldi odamga sadaqa bo'ladi yani. Men savob bo'ladi. Yani mushtaq qismicha u bo'ladi. Yani bu adam nimani olganda sadaqa jamoatniki men fazilatini olgancha bo'ladi yani. Men sadaqa berdim odamga, chunki odam qo'shilib, onig'in badamni yana turib namoz o'qib bergandan keyin unga jamoatniki fazilati u odam uchun qilib bergan bo'ldi yani sadaqa. Yani madem sadaqa bermamdi degani, jamoat bo'lib, men o odamniki o'ziga jamoatniki savobini bu odamga hozirlab bermamdi degan gap. 3-fasl. Ubaydullah ibn Abdullah Mas'ud Ubaydullah ibn Abdullah radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedi u Ubaydullah, kirdim men Oyshamni qishib kirdim. Pes dedim men, nima dedim, aya so'zlab bermamsiz menga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki kasal bo'lgan ahvolni deb bermamla menga dedim. Desam Oysham dedi, voy deb beray deb andikin. Eg'rishib qoldi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lishniki oldin eg'rishib ketdi payg'ambar eg'ir. Shu o'shda bir qatam necha qator ketib, ashta shu kasal çok bo'lgan. Eg'rishib ketgandagi payg'ambar dedi, "Asallan nasu." Aya namoz o'qidimi odamlar? Ya'ni odamlar namoz o'qib bo'ldimi? dedi. Degandan keyin mana dedik biz, "Yo'q, ya Rasululloh, taq namoz o'qib olamidi ular? Va ular bo'lsa sizni kutyapti" dedik. Desak payg'ambar unda bo'lsa qo'ying menga bir suvni mehzab, ya'ni shu cho'ng bir qochib ekan, qochiniki ismi shu cho'ngning o'zida mehzab deydi ekan. Mana shu qochiga bir suvni qo'yinglar dedi. Shuni dedi Oysha pas qildi. Unidagi payg'ambar meni g'usl qildi, ya'ni yuyindi. Yuyingandan keyin yunib bo'ldi. Yunib bo'lgandan keyin bodi tashuki tug'an. Na yani u degan nahada, ya'ni qopqan. Shu qopish uchun payg'ambar shunda berib edi. Fa'ughmiya alayhi. Ughmiya deb keldi ko'pincha vaqtda mu'malay, bu chan majhul. U chan o'zida payg'ambar alayhisolatu vasallam o'shni uchun chatdi. Bizdeki Uyghur tilda bu yerda majhul deyilmaydi. Arab tilida ughmiya alay deb keldi. Aqma alay demaydi. Chunki o'shida kettirib olgan kishi kim? Alloh. Undan o'g'andan keyin ughmiya alay deb mana deyiladi.
Ondan keyin o şekilde Peygamber sallam hoşutup dedi ki adamlar namaz okup oldu mu? Dedi. Adamlar namaz okup oldu mu? Degandiki dedi biz ya ular olsa özleri kütüvadı ya Rasulullah dedik. Desek dedi Peygamber sallam anda olsa mene meksep degan qachiga bir suvni quyinglar dedi. Quyinglar degandiki dedi Ayşem olturdi Peygamber sallam ondan keyin g'usl qildi, andan keyin g'usl qilib bo'lgandan keyin andan keyin badi tashuki o'rtug'ay shunga o'shidan yine ketdi. Andan keyin o'sha keldi, yine o'sha kelib dediki mana odamlar namoz o'qib bo'ldimi dedi. Degandiki dedi biz yo'q ular sizni kutyapti ya Rasululloh dedik. Desek keyin Peygamber sallam dediki men uchun yana qachiga bir suv uchun hisob qachiga uchun suvni quyinglar dedi. Undan keyin Peygamber sallam o'ltirdi, undan g'usl qildi. Andan keyin g'usl qilib bo'lgandan keyin andan keyin chunki u yana humma bezgak kasalga o'xshagan bir kasal, qizib ketadigan bir kasal bo'lgandan keyin yuyindi ekan, yuyingan vaqtning o'zida u qiziqlik o'zi pasaydi. Sizga mushda kutyapti ya Rasululloh dedik. Desek yine Peygamber Aleyhisselam yine o'shidan ketdi. Andiki o'shi keldi. Endi dedi Peygamber sallam men odamlar namoz o'qidimi dedik. Dedi. Degan dedik, yo'q, ular taqsimni kutyapti. Valolki odamlar men masjidda saqlabchi turyapti. Masjid tuğucu. Ukufun degan akafa yoki bu deydi e'tikof degan turish degan gap. Ya'ni odamlar taqim masjidda ular sizni kutyapti. Men oxir xutban namozi uchun sizni kutib turyapti dedik. Degandan keyin shunga Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu ta'ala bir odam uchun evatdi shunga namoz o'qitasin bu Abu Bakr odamlarga namoz o'qitasin dedi. Degandan keyin ma'qul deb yiliqi Abu Bakr radhiyallohu ta'ala g'ashqa yiliq elchi keldi. Kelib dedi bu elchi. Jazman Peygamber sallam buyurdi seni shu kun namoz o'qiysan odamlar bilan. Odamlar namoz o'qishni buyurdi, sen o'qibadi dedi. Degandan keyin dedi Abu Bakr va berdi Abu Bakr bir kishi berdiki noydi qalbi inchka raqiq degan nefis qalbi bak yumshoq mushdaqchu kishi edi. Kishi men vakana rajulun raqiqan jumla mutariza faqala Abu Bakr ya Umar degan asli jumla shu. Dedi Abu Bakr hay Umar sen o'qipa odamlarga namozni dedi. Degandiki bu Abu Bakr Umar roziyallohu ta'ala dediki anta ahqu bizalik sen bu ishga sen loyiq men loyiq emas dedi. Ondan keyin Abu Bakr shu kunlarda nima qildi? Namozni o'qidi. Ondan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zida bir yangilikni topdi. Shunga bu Payg'ambar ham ikki odamniki o'tirsida nima qildi? Chiqdi ikki odamning birisi Abbos peshin namozi uchun. Va Abu Bakr mana odamlar bilan namoz o'qitib ekan. O vaqtdagi ko'rdi buni Abu Bakr Payg'ambar hamni mana boshladi tashuki mana bo'shtipaga yerin. Yani kendi to'g'ay shunga Payg'ambar o Abu Bakr ishorat qildi. Sen yani shuto deb. Dedi Payg'ambar ikki odamga to'g'izinglar meni o Abu Bakrning bekinda. Abu Bakrning yana uch to'g'izinglar dedi. Degandiki bu ikki odam Payg'ambar sallallohu Abu Bakr roziyallohu anhu bekini to'g'izdi va Payg'ambar sallallohu o'chada o'tirdi dedi. Mushta namoz o'qigan, mushta ahvol bo'lgan deb Ayşe raziyallohu ta'ala anha men Ubeydullah'a mush gapni deb berdi. Kesar ahvol mush deb. Dedi Ubeydullah, uni dekin Abdullah Abbas raziyallohu ta'ala'ga qarshi kirdim. Kirib dedim ki o Abdullah Abbas'a ana men sana Ayşe bana sözlep bergen narsaniki o narsa Payg'ambar sallallohu kesildan edi. Kesildan bo'lgan narsa men sana to'g'ri qilib bermaymanmi dedim. Desem dedi Abdullah Mas'ud, "Hati, emas keldi." Men Ayşem qanday deb Payg'ambar deb baq dedi. Degandan keyin amal qilib to'g'ri qildim shu kimga? Abdullah Abbasga shu Ayşemniki hedisini pes inkor qilmadi. Meni Abdullah Abbas bu Ayşem degan so'zdan hech qanday bir şey uchun inkor qilmadi. Ha, to'g'ri ekan dedi. Lekin Abdullah Abbas radhiyallohu ta'ala dediki, "Asammat, aya ismini atadim sen uchun." Anda bir kishiniki bo'lgan edi Abbas bilan. Abbas bilan birga bo'lgan ikki kishi ko'tardi dedi ya, biz Abbas dedi. Abbas bilan ko'targan bir kishining ismini deb berdimi dedi. Degandiki men yo desam, dedi Abdullah Abbas, men u ne Abdullah ibn Mas'ud, ne Abdullah ibn Abbas, men u
ikki kishiniki Abbas bir tarafda, yana birisi Ali, yana bir kishi kimiti Ali roziyallohu anhu dedi deydi. Ma'nodamda bu hadisda mana Abu Bakr roziyallohu ta'alaning sol tarafi turdi, uniki ani ixto qildi degan yo'q, bu ixtisor endi. Abu Hurayra roziyallohu ta'ala rivoyat qildi. Shunda deb jazma Abu Hurayra birti deydi. Bir odamiki topsa o odam bir rakatni, pes jazma topgan bo'ldi o odam saydini. Ya'ni namozini shu topgan shu bo'ldi dedi. Ya'ni rukuni topgan bo'lsa, o odamniki o'zi, u chaniki o'zida shu namozni topgan bo'ldi, topgan shu bo'ldi. Va bir kishi ketib ketsa o odamga Ummul Qur'on, ya'ni sura Fatihaga ulgurmabdi o odamniki o'zi. Kötüp ketken bolsa, ben cezmen kötüp ketken bu adamga jiq yaşlıq çok kötüp ketdi. Yani yo'qab ketdi. Deb muştaqçı dedi deydi. Anda o andikin Abu Hurayraninki gapiga asosan bir adam namoz o'qib, shu namozninki rak'atiniki rukusiga ulgursa, uchaning o'zida namoz uchun ulgurgan bo'ladi. Mana u rak'atniki nemisini, u rak'atni o'qimish uchun bo'ladi. O bo'ldi. Ammo alhamdulillah ulgurmabdi. Chunki alhamdulillah bak muhim. Shu uchan o'zina ulgurmadi demaymiz, ammo uni jiq bir manfaat savob ishli uchun mahrum qolgan bo'ldi bu adam. Deydi. Yine Abu Hurayra roziyallohu ta'ala rivoyat qildi. Shuna deb jazma Abu Hurayra dedi. Anda bir ishga ko'tirdi u kishi o'zining beshini va past qildi u odam meni o'zining beshini imomniki oldida. İmamniki alıp beşini götürüp imamni alıp pes kıldıran muştak kişi gap şunu emasdir, bu adamdaki peşanisi şeytanın koludur. Şeytan o adamni yitlep imam beşini pes kılıp boğuşu beşini pes kılıp şu şeytan nemiz jügütüp makul degen gap. Beşini götürüp boğuşu imam akılım o adam şeytan aldı götürüp şeytan nemiz istep şeytanga boğan şeytan imamga erişip men aşında çok iş. Anda o andiken unda işini çok kılmışsın. İmam saydı qilib bo'lganlik saydı qilana, mana ruku qilib bo'lgan ruku qilib 5ni ko'targanlik ko'tarana, 5ni saydiga qo'ygandan keyin andagi 5ni shu saydi cho'q qo'yinglar dedi deydi. Ya'ni demak, mana ixtiloqqa odamlarniki imomning ustida bo'lgan haqqalari chu mushu. Unda o'niki imom bo'lganiki imomga aynan o'xshash qilaman deb olmay, qanday qilish kerak? Şu imam deb bo'lgandiki andaki çok qilish kerak. Andaki uchanizda bu nim bo'ladi? Ixtiloq adam bo'ladi. Uchanizda a kishi imom bo'ladi. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.